Haqiqiy do'stlik qanaqa bo'ladi? Haqiqiy do'stlik do'st o'rtoqlar ko'p bo'ladi, lekin haqiqiysi rostdan kam bo'ladi-da. Bozorda ham o'tib keting, do'stim deb o'tib ketaverasiz, misol uchun hammaga o'zingiz tengi bolaga do'stim deb murojaat qilasiz, lekin haqiqiy do'st baribir boshqacha bo'ladi. Haqiqiy do'st qanaqa tushuntirsam bo'ladi? Bu sizni og'ir kuningizda, misol uchun yoki yaxshi kuningizda, hozirgi kunda yaxshi kunda ham odamlar ishim bor deydi o'rtoqlaringizda. Men ishim bor edi, ishim chiqib qoldi, uzr. Yaxshi o'tkazib oldingmi, to'y qashamingni yoki bo'lmasam tug'ilgan kuningni, men ishim bo'lib qoladi deydi. Ish hech qachon tugamaydi. Haqiqiy do'st hamma ishni tashab keladi. Ota-onasi buyurgan ish bo'lsa ham o'shani sal vohliroq bitirib keladi. Do'stimni, yaqin do'stimni uyida yig'in bo'lyapti. Do'stim meni bir hafta oldin aytgan. O'shanga borishim kerak, o'shani yonida kamarbasta bo'lib turishim kerak yonida. U meni do'stim. Men chunki u bola ham menga shunaqa atnosheniyada bo'lgan. Men ham unga shunaqa atnosheniyada bo'lishim kerak degan xayol qilib kelgan do'st, u haqiqiy do'st bo'ladi. U oldingi paytlarda kimdir bilan kimdir urushib ketsa, yonida turib, men yoningdaman degan u narsa hozir yo'q. Uni boshqasi ham aytaveradi u narsani. Misol men yoningdaman, men turib beraman deydi, lekin aynan o'sha vaziyat kelganida o'shanda bilinadi kim do'st, kim soxtaligi.